2025-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 8500 kilometr yurgan, polniy navorot qilingan Damas mashinasi kelib qoldi. Mashina polniy navorot bo'lgan ekan, 7 da polik, yaxshi qimmat chexol, Lenovo, Malibu bar беспроводной zaryadkalari bilan, video registrator, magnitofon, 8500 kilometr yurgan, video registrator 3 ta kamerali ekan, salonni ham oladigani, patologlarga ham yaxshi kolonka bilan barli uстановка qilingan. Salonlari hali yengidek bo'lib turibdi, umuman chizilgan, qirilgan joyi, salonda hidi ham ketmagan mashinani. Mana obshipkalarni ham o'rab qo'yishgan ekan. Mashina polniy shumka bo'lgan, tarpetkalari bilan shumka bo'lgan ekan. Pollari, tarpetkalari, eshiklari bitta barmoqda ochilib yopiladi, ligirovka qilib qo'yilgan. 4 ta yumshoq balon taqilgan, donasi $50 dan taqilgan ekan. Orqa oynalari qoraytirilgan, yonlariga podnoshkali uстановка qilingan, oldi faralari led qo'yilgan, ikkita oldi eshik oldi laboviga sonso'zayishlar urilgan ekan. Yonlariga podnoshkali qo'yilgan. Damas olib maza qilib haydaysizlar, xudo xolasa, umuman xarajat qiladigan joyi yo'q. Damas savdodan olib maza qilib haydashingiz uchun $7500 bo'lsa berib yuboramiz.